Assalomu alaykum kanalimizning ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi akalarimiz, ukalarimiz, barchangizga bugungi kun xayrli va barakotli o'tsin. Bugun xohlasa chiroyli video syomkalarni qilib beramiz sizlarga. Mana bunda yirik qo'ylarda xohlasa bugun hafta kuniga chorshanba 2025-yil 17-dekabr biz video syomkalarimizni Namangan viloyati Namangan tumani Arzonchilar 1-qo'l qishloq Tepaqo'rg'on qishlog'iga mana shu Abdulaziz do'stimizni xonadonlarga kelganmiz. Abdulaziz, suyimsiz? Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Charchamay. Qo'ylar olib kelib oldingizmi yana yangi partiyani? Yangi partiyalar keldi Bayramjon. Soni 150 tadan oshiq qo'yimiz bor. Like'ni bosib bittadan chiroyli kommentariya yozinglar obunachilar, narxlarni bomba qilib beramiz. O'tgan safar qo'ylar partiyasi tugadi, Abdulaziz. O'tgan safargi partiyani ikkita obunachiga sotdik. Birinchi partiyani To'raqo'rg'onga, ikkinchi partiyani Andijon Qo'rg'on-tepaga berdik hammasi. Xolos hammasi tugadi. Bular yangi partiyada xolasa bugungi qo'yimiz Serob akalar aloqaga chiqaverasizlar. Men qo'ylarni qaranglar. 150 bosh qo'y kelgan Abdulaziz. 150 bosh qo'yimiz bor Bayramjon. Boshlarida yomg'ir, mana qo'raning ichida video qilyapmiz, xudo xolasa. Mana shu vaqt yetguncha qo'y beramiz Bayramjon. Kelib hozircha ko'rishaveramiz, qo'ylarimiz Serob, tanlab olishaveramiz Bayramjon. Akalar, Namanganda yomg'ir yog'ib turibdi, xudo xolasa sizlarni foydalaring uchun mana yomg'irli kunda bo'lsa ham video syomkani davom etkazamiz, to'xtatmaymiz. Xudo xolasa bittadan like bosib podashkan qilib turasizlar. Biz xudo xolasa partiya qilib hammasini asta-sekinlik bilan sekin ma'lumotni yetkazib o'tamiz. Hop, birinchi partiyamizga nechta Abdulaziz? Xo'p, birinchi partiyamizga va kattalardan boshlaymiz. 20 dona Bayramjon. Akalar, menga 90 santimetrlik qo'y kerak, yirigidan baqaman deganlaring uchun mana sizlarga chiroyli variantlardan xudo xolasa 20 bosh birinchisiga. Birinchisiga 20 bosh mana. Akalar, xudo xolasa biniyasidan boqaman deganlarga mana Bayramjon mana. Zot tumorlardan xudo xolasa rangi ro'ylari sifatli, tishi ham yosh bo'lsin degan akalarimizga mana bo'g'oz variantlaridan xudo xolasa. Bular qancha yetib keldi Abdulaziz? Qo'chqori keldi Bayramjon, ha. Bir dona qo'chqori bor mana. Bir dona qo'chqori ham bor ekan akalar. Bu safar ham mana shu qo'chqor bonusga ketadi Bayramjon. O'tgan safar ham bonus qilib bergansiz. Bonusga ketdi shu qo'chqori. Xudo xolasa. Hop, kecha yetib kelgan. Yeb ichlari sinovdan o'tdimi? Ha, yeb ichlarini bir sinovdan o'tkazdik Bayramjon. Akalar, yeb ichlari sinovdan o'tgan, xudo xolasa. Bu partiyamiz yirikroq partiya, tashqarida yomg'ir bo'lganligi uchun qo'rg'on ichida video qilyapmiz akalar. Telefon bilan aloqaga chiqasizlar, Telegram orqali video syomkalarni chiroyli qilib tashab beradilar. Hop, bularni yosh oilalar qanaqa Abdulaziz bularni? Bular 4 tish, 6 tish Bayramjon. 4 tish, 6 tish. Ichida tish maydalagani, qarisi yo'q. Qarisi yo'q. Bo'ylari Bayramjon 90 plus. 90 plus uraveradi, qadrli obunachilar, realniy xolasa ustiga kelib ko'rsalangan bo'laveradi. Mana videoda kuchaytirgan qo'ylar Bayramjon mana. Akalar, bu qo'yni e'tibor berib qo'yasizlar, turishiga. Yo'qolligiga qarab qo'ymasam qo'y mana. Mana aka. Xolasa buni olib baqib mana shu bolaga rahmatini aytasizlar. Bu bo'ynlaridan ham o'z tulab qolibdi akalar. Rangi toza variantlarda. Hop, bo'ylarini aytib o'tdik. Hammasi bo'g'oz bular? Hammasi bo'g'oz, mana ichida qo'chqor yuribdi. Boshqa ham yo'q qo'chqor. Hammasi bo'g'oz o'zining tagimiz bor. Qo'chqorda qulog'iga necha bittadan like bosib qo'yasizlar. Qo'chqorimiz 1 metrlik qo'chqor mana Bayramjon. Qo'chqorning bo'yi 1 metr ekan akalar. Sifatiga e'tibor berib mana quloqlariga e'tibor berib qo'yasiz. Hop, bular narxi qancha Abdulaziz birinchi partiyamizda? Bayramjon, bular narxi oldi qochisi yo'q. Xo'p, bir joyga olaman degan odamga qo'chqor ichida ketaveradi. Hop, qo'chqor 8 million so'mdan Samarqandgacha dastlabkasida jo'nataveradi. Samarqandgacha 8 million so'mdan ketavergan akalar. Bo'yi 90 plus. Beyda kichkina qo'ydi o'zi yo'q. Narx qimmat deyishlar mumkin. Bo'yi baland, yirik varianti. Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar, ishlaring bitadi. O'tib beradigan yeringiz bormi Abdulaziz bularni? Qayeriga? Hammasini bir joyga olsa Bayramjon, 100 mingdan emas, 200 mingdan o'tib beraman. 200 mingdan o'tib berasiz. Tanlab olishga 9 million so'mdan chiqarib beraveraman. Tanlab olishga narx sal balandroq bo'ladi. Men qo'chqor ham. Chunki mana shu qo'ylarni o'sha yerda o'zida ham o'zbek pulga 10 milliondan berilmagan mana shu qo'ylar. Hozir Abdulaziz 6 million 800 dan hammasini beraverasa bir joyga qo'chqor ham ichida ketaveradi. 7 million 800 dan, ha? Bo'ldi bering. Qo'chqor ham ichida bir joyga ketaveradi. Bo'ldi, barakasini bersa 7 million 800 dan akalar. Arzon chiqaravergan qo'yapsiz. Endi bu yirikroq variant edi. Xudo xolasa keyingi partiyalarda Sultonni baqadi buni olgan odam.
Beyda yo'q, buna qo'yma, suyani qarang qo'ydi, molday keladi mana. Qo'ydi qarang. Akalar, kichkina qo'ymas, Kichkina xohlasa qo'ymas, suyagini tepasiga kelib ko'raverasizlar bular. Qo'chqarda ham bo'yi ancha baland, Qur'on ichida yaxshi ko'rinmayapti. Qo'chqarda yomg'ir yog'ib turgani uchun Qur'on ichida. Bunaqa qo'ydi bari bozorda 10 million, 12 milliondan naf etyapti. Bizga yengil keladi, yengil sotamiz. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Biz ikkinchi partiyamizga o'tiramiz adlar. Ha, ikkinchi partiyamiz bu tomonda qo'ramiz. Mana akalar, atmosferaga bir baho berib qo'yamiz. Qo'ylarni qaranglar aka. Ko'pidan boqaman degan akalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda bor akalar, mana shu qishloqqa kelsalar ham qo'ysiz ketmaysizlar. Xohlasam dumbalariga bir e'tibor berib qo'ysa, ha ko'p yelin tashyapti. Hop, ikkinchi partiyamizga soni nechta? Bu yerda 25 ta baram. 25 dona. Hop, bular ham birga yetib kelgan hammasi. Bular ham kecha yetib keldi baramda. Mana akalar, hamma variantidan boradi. Sarcholar chiqmadi hali. Sarchovlari hali chiqmabdi aka, qo'yiladi. Bir kun bo'lib kelganiga, xohlasa, ustida kelib ko'rsalangan bo'laveradi aka. Bularga bor-ku, qaychi taraq umuman tegizilmagan. Mana shunday kiritilmagan. Daladan qanday kelgan masalan? Kelgan holatda turibdi aka, usti taralmagan, mana ko'rib turibsizlar. Bunga pardoz umuman berilmagan akalar. Mo'g'oylar bor-ku, uyimizga olib borib, bir 2-3 kun ichida chiqarib o't yesa keyin ko'zingizga boshqa ko'radi. Baramja bu qo'yda. Ko'rinadi, xudo xohlasa. Beyda qonni to'yib yuribdi hali. Yosh oyligini qanaqaga beramiz? Yosh oyligi baramja 2 kishi ham bor aka. 2 kishi ham bor, hop. 4-6 kishi ham bor. 4-6 kishi, qarisi haliklari yo'q. Tish to'kilib ketgani yo'q baramja. Akalar mana biratda osilgan dumbasi yo'q qo'ygan. Qo'ylarni bemalol ko'rib olaverasizlar mana akalar. Mana Xohlasa qaysi taraf tegmagan. Qaysi taraf tegmagan. Mana akalar. Hammasi chiroyli holatda, xohlasa. Pardoz berilmagan bitta aybi, chunki Namanganda yomg'irli havo, yomg'ir yog'yotibdi, xohlasa kesalangan bo'laveradi. Ishlang bitadi tepasida turib. Bularni yosh oyligini bo'ylarini nechiga beramiz? Bo'yi 85 plus minusga olishordi baramda. 85 plus minusga aloqaga chiqasizlar, o'lchab metrlab to'liq ma'lumot berib o'tadilar, xohlasa. Ha, akalar. Ishlarni ko'rsatib qo'yinglar. Mana 2 tishdan 6 tishgacha bor dedingiz-a? Narisi yo'q ichida, xohlasa. Realni olishaveradi baramda kelib. Hop, narxi qancha bilasiz buni? Bu ikkinchi partiya. Buni narxini baramjon. Bir joyga olsa 6 million 500 mingdan ketaveradi. 6 million 500 mingdan 25 tasini olaman degan akalarimiz uchun ketaveradi. Ketaveradi. Bemalol kelib tepasidan ko'rib olishaveradi. Tepasiga kelib ko'rsalangan bo'laveradi, nimaki bayda sharoit bo'lmayapti. Qo'ygani akalar mana. Mana akalarimiz ham kelishibdi. Yomg'irli havo bo'lishiga qaramasdan mana kelishibdi akalar. Xolos chiroyli qilib, rozi qilib jo'natamiz. Qo'ylarimiz serob, bemalol kelib ko'rib olib ketishlari mumkin. Buni o'tib beradigan joyingiz bormi bilasiz? 6 million 500 mingdan baramda hammasini bir joyga olaman degan odamga xayrini qilib beramiz. Qanchaga berasiz? Tepasiga kelib ko'rishsa olsam telefonda ish bitiramiz baramda. Telefonda ish bitirasiz. Rozi qilib jo'natib berasiz. Barakasini bersin akalar, xohlasa telefon qilasizlar, chiroyli qilib xayriga o'tib beradi. Hech kim aytganiga sotmaydi ham, olmaydi ham. To'g'risi-da, sunnatiga o'tib beradi, xohlasa. Bu ikkinchi partiyamiz-a? Ha, 3-partiyada keyingi qolamiz. 3-partiyamizga o'tiramizmi? Ha, qo'y sero, baramda kelishaveradi. Bo'ldi. 3-partiyaga o'tir. Xohlasa akalar, 3-partiyamizga ham rangi sariq variantlaridan chiroyli holatdagi qo'ylarimiz, xohlasa. Nechta soni Abdulaziz deydi? Bularning soni 10 dona baramjon. 10 dona, bir pachka bitta obunachimizga mana akalar. Qo'ylarning holati yaxshi, xohlasa. Mana yelinlarni ko'rsatib qo'ying. O'zi qo'ylar yelin hisobi oldi o'zi baramjon. Yelin tashayotib uyga olib borasizlar, xohlasa. Tez kunlarda yangi yilga podarkasini xohlasa. tug'ib beradi, xohlasa. Bular yosh oyligiga qanaqa bilasiz? Yosh oyligi baramjon, bular ham 2 tish 4 tish qarisi yo'q. 2 tish 4 tish qarisi yo'q, bemalol kelib ko'rib olsalar ham bo'laveradi tepasida akalar mana. Xohlasa. Bo'ylarni nechiga beramiz buni? Bo'ylari 80 plus minusga beramiz baramjon. 80 plus minusga ketaveradi. Ha. Telefon qilgan obunachimizni ishini bitirib beradi, chiroyli qilib, xohlasa. Xohlasa kelgan odam ishini bitiramiz baramjon. Mana 10 dona ekan soni. Abdulaziz buni narxini bir 3-partiya har holda sal kelishtirib bering obunachilarimizga. Baramjon, bu bola qimmatchi ekan deyishmasin. Qo'y. Hop, bu ham qo'y, ichkarida qo'ylar ham qo'y. To'g'ri. Prosta qo'y bilan qo'ydi farqi bor. Qo'y bilan qo'ydi farqi bor. Suyagi sal kichikroq. Adak, hop, buni ham tug'dirib baqib yuraveraman degan odamga Baramjon bularni bor-ku, 6 milliondan emas. 5 million 800 mingdan bo'lsa beraveradi. 5 million 800 mingdan ketaveradi. Bir joyga ketaveradi deyishyapti. Xohlasa oxirini narxini sindirib beraman deb chaqirishgan. Abdulaziz buni o'tib bering chiroyli qilib, yana ham tushib bering. Obunachilar rahmatini aytsin sizga. Bo'ldi, o'tib beramiz Baramjon.
5 million 600 mingdan qilib beramiz baraka. Ya 5 million 400 mingdan berishadi, bir joyga dastlabkasini qilib berasiz. Yo'q, 54 dan ozayib ketadi Baramjon. Barakasini bersan 5 million 400 mingdan. Mana Martga mart bo'ling. O'rtasini olaman degan odamga 5 million 500 mingdan qilib beramiz. Samarqandgacha dastlabkasi Dastlabkasi Samarqandgacha ketaveradi. Barakasini bersin. Akalar, Xudo xolasa 5 million 500 ming so'mdan bir joyga olaman degan obunachilarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Telefon qilgan obunachimiz bugun qo'ysiz qolmaydi. Hamma qo'y bilan ketadi akalar. Kelib ko'rsalargan bo'laveradi. Realni tepasida olaman desalar, mana shu bola Xudo xolasa ishlarini chiroyli qilib bitirib beradi. Qo'y serap bilan. Qo'y serap, yana boshqa partiyalarimiz ham bor. Kelib ko'rib olishaveradi. Kelib ko'rib biz mashina chiqardik, Xudo xolasa hozir ob-havo ham sal noqulay bo'lganligi uchun bugunga 3 partiyada xolasa aloqaga chiqaveradi. Telegram WhatsAppda yozsa, tashqariga chiqib video ham qilib beraman. Video ham qilib berasiz. Tanlab olsa. Tanlab olsa 100 ming 200 ming plyus minus kelishaveradi. 100 ming 200 ming so'm minus plyusi bor, Xudo xolasa. Mashina endi bugunga? Ha, bugunga shu. Hop, kelasera qo'ylarimiz bor. Qo'ylarimiz bor, ish bitadi, Xudo xolasa. Mana akalarimiz ham qo'yga kelishgan, Xudo xolasa bularni ham chiroyli qilib, narxini yengil qilib jo'natishadi. Savdo avjida. Akalar, yomg'ir yog'ishiga qaramasdan mana ancha yo'l bosib kelishibdi, Xudo xolasa. Ular narxini kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Bu so'nggi partiyamizda akalar, Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Telefon qilgan obunachimizning ishi bitadi. Videoda oxirida bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariy yozib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar akalar. Biz sizlarga bunday chiroyli video obzor qilishda to'xtamaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasiz.